1949-yili 1-oktyabr Sharqi Turkistonning Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan ishg'ol qilinganlik kuni munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining chaqirig'i bilan İstanbul Sariyatdagi Xitoy konsulxonasi oldida to'plangan Sharqi Turkistonliklar va ba'zi turk qarindoshlar Xitoy ishg'oliga, yig'ilish lagerlariga va hali ham davom qilinayotgan tutqunga qarshi namoyish o'tkazdi. Konsulxonaga qarab saldak oqqan namoyishchilar to'pi Xitoy raisi Shi Jinpingning bosh rasmini dastlab chayladi. Namoyishchilar konsulxona oldida bayonot e'lon qildi va bir qora rangli gulchambira qo'yib qo'ydi. Ondan boshqa oldingi kuni Parij, Washington va Nyu-York shaharlarida Uyg'urlar Xitoy ishg'oliga qarshi namoyish o'tkazgan. Sharqi Turkistonda turma va jazo lagerlariga kirishdan omon qolgan Uyg'urlar qattiq nazorat ostida yashamoqda. Shuning bilan birga turma va lager sirtidagi ayollarning tug'maslik operatsiyasi qildirayotganligi ma'lum. Irqi qirg'inchilik elib berayotgan Xitoy o'tgan yili har kuni 100dan 150 kishi Uyg'urlarni doktorxonalarga olib, majburiy operatsiya qildirgan bo'lib, bu yil bu sonning 10-15 ga tushirilganligi bildirildi. Gollandiyaning Amsterdam shahrida yangi faoliyat boshlagan Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi 21-sentyabr qurilishi bilan birga muhojiratda yashayotgan Uyg'ur farzandlariga ona til va tarix darslarini berishga boshladi. Indoneziya davlatlik ofat boshqarish idorasining ma'lumotiga asoslanganda, Indoneziyaning Sulawesi orolida yuz bergan yer tavrash va orqasidan maydonga kelgan dengiz toshqini sababli hayotidan ayrilganlar soni 1203 ga yetgan. Amerika dengiz armiyasining bir qo'g'ilg'uchi paraxoti egilik huquqi talash tortishi davom qilayotgan Xitoy Janubiy dengizidagi Xitoyga tavassunni orollarga yana bir qitim yaqinlashdi. Reuters agentligiga so'z qilgan amerikalik bir amaldor Xitoyning g'azabini keltiradigan so'zlarni qildi. Uning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasining bir qo'g'ilg'uchi paraxoti Xitoyga tavassunni orolga 12 dengiz meli yaqinlashgan.